Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Do'stov Sunnatullo Rahmonovich, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Bugungi o'tiladigan darsimiz mavzusi minglik va ko'p xonali sonlarni nomerlashni o'rgatish metodikasi, son tuzilishining xona birliklari va sinf tushunchalarini o'rgatish metodikasi. Bunda 3 ta reja bo'yicha ishlaymiz. Ming mavzusini o'qitish metodikasi, nomerlashga tayyorgarlik davri, og'zaki va yozma nomerlash. Sonlarni ming ichida nomerlash va bu sonlar ustida arifmetik amallar bajarish quyidagi sabablarga ko'ra alohida ajratiladi. Birinchidan, bu yerda sinf tushunchasi shakllantira boshlanadi. Birlar, o'nlar, yuzlar birinchi sinf, birlar sinfini tashkil etadi. Keyingi sinflar, ikkinchi sinf, minglar sinfi, uchinchi sinf, millionlar sinfi va hokazo. Birinchiga o'xshash tuziladi. Faqat ularda o'nlar va yuzliklarga boshqa birliklar guruhlanadi. Ko'p xonali sonlarni nomerlashni o'zlashtirish haqiqiy asos bo'lishi uchun bolalar 3 xonali sonlarni og'zaki va yozma nomerlashni mustahkam va ongli ravishda o'zlashtirib olishlari kerak. Ikkinchidan, ming bo'limida hisoblashlarning og'zaki usullarini o'rganish asosan tugallanadi. Avvalgi o'qitish bosqichlari kabi hisoblash usullari arifmetik amallar nazariyasiga tayangan holda ochib beriladi. Xossalar, usullar va teskari amallarning o'zaro bog'lanishi. Nazariy bilimlar o'quvchilarga faqat hozir 3 xonali sonlar uchun qo'llaniladigan avval o'rganilgan hisoblash usullarini izohlabgina qolmay, balki yangi hisoblash usullarini ochishga imkon beradi. 3 xonali sonlarni nomerlashni o'zlashtirish 2 xonali sonlarning hosil bo'lishi prinsiplarini va 2 xonali sonlarni yozishni tushunishga asoslanadi. Shuning uchun birinchi yuzlik sonlarini nomerlashni oldindan takrorlash kerak. Bunda og'zaki mashqlarga quyidagicha mazmundagi 1-2 tadan topshiriq kiritish lozim. Birinchi topshiriq: xona birliklarini taqqoslash. O'nlikda nechta 1 bor? Yuzlikda nechta 10 bor? 10 soni 1dan necha marta katta? 100 soni 10dan necha marta katta va hokazo. 2 xonali sonlarning o'nli tarkibi: 4 o'nlik va 6 birlik. 8 o'nlik, 8 birlikdan iborat sonni ayting va hokazo. 4 xonali sonlarni